Mana jentramiz kelgan ekan, oldidan DTP bo'lib qolgan ekan. Mana shu kapotlarning ishlari bukilib, naqba to'g'riladi, zazorlarni yig'di. Fara singan ekan, farani almashtiramiz hozir. Bamper ketgan. Bu o'zi qoladi. Men radiatordan ketgan edi, yengga qo'yib yubordi. Mana holatlari. Ozgina mana shu kraska o'chgan joylar bo'lib qoldi. Zazorlarni to'g'rilab yig'ib beryapmiz. Hozir endi bamperni taqib, farani taqib ish boshlaymiz yana. Yangi bamper olib kelganmiz. O'zini bamper bu yerda yotibdi. Urilganda mashinadan ko'chib ketgan ekan, ishni ham sirga qilib ulab qo'ydi yana. Mana holatlari, hozir endi mashinalarni o'zini chiqarib to'g'rilab, matlarni polirovka qilib beramiz. İşimiz devam etyapti. Mana mashinamiz ham bitdi. Mashinani yig'ib gazollarni to'g'rilab berdik. Bamper, fara, radiator almashdi. Qolgan joylarni o'zini to'g'rilab qilib berdik mana. Holat. İşimiz bitti. Endi egalariga topshiramiz mashinani. Mana holat.